Barchaga assalomu alaykum. Muzaffar Xo'rozlar kanalining obunachilari, aka-ukalar, do'stlar, kelganda bitta like bosamiz, do'stlarga podpiska qilamiz. Do'stlar, obunachilar, bu video inshaalloh foydali va manfaatli video bo'ladi degan umiddaman, obunachilar. Ekranda ko'rinayotgan xo'rozlarimiz adresi Qo'qon, Vodiy Qo'qon shahrining o'zida, obunachilar. Ekranda nomer qo'yib o'taman. Kimda kim yaxshi zo'r xo'roz izlayotgan bo'lsa, tayyor xo'roz o'yinga izlayotgan bo'lsa, bemalol o'sha nomerlarga bog'lanib gaplashib olaverasizlar, obunachilar. Zotlari, narxlari hammasini o'zi egasini o'zi tushuntirib o'tadi. Ekranda nomer qo'yib o'taman. Bemalol o'sha ekrandagi nomerlarga telefon qilib bog'lanib gaplashib olaverasizlar. Musofirda yurgan aka-ukalarimizni aytib o'tamiz. O'sha ekrandagi nomerlar Telegramga bog'langan, obunachilar. Telegram nomerini saqlanib qilib, Telegramdan yozsanglar ham javob beradi egalari. Videoga bee'tibor bo'lmaymiz, obunachilar. Sizlar bilan Muzaffar Xo'rozlar kanali admini bo'ldi. Bitta like bosamiz. Obuna bo'lmay kuzatayotganlarga iltimos qilamiz. Obuna bo'lib kuzatishingizni iltimos qilamiz. Chunki biz video qo'yganda birinchilar qatori ko'rib qolasizlar, obunachilar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling aziz do'stlar. Darvoqe obunachilar, bu video maxsus Muzaffar Xo'rozlar kanali uchun maxsus tayyorlangan, obunachilar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling. Bizdan uzoqlashmang. Bitta like bosib, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldirasizlar, obunachilar. Salomat bo'ling.